bugun bitta video ko'rib qoldim. Shu videoni ko'rib o'zim to'yim haqida aytib berishga qaror qildim. $100 men ikkita kelin ko'ylak kiyganman. To'g'ri, u kelin ko'ylaklar qanaqadir brend bo'lmagan, yangi bo'lmagan, lekin muhimi o'zimga yoqqan, o'zimga yarashib turgan. Va bu qilgan qarorimdan ham umuman afsuslanmayman. Keyingisi mahir nimaligini bilmaganman. Mana mana shundan afsuslanishim mumkin. Domla nikoh o'qiyotganlarida kuyov bola mahirga nima aytadingiz, nima berdi sizga deganda, bular tili uzuk degan. Lekin mendan oldingizmi deb so'rashgan, men ha oldim deganman. Shu bilan tamom. To'yimizda kartaj qilmaganmiz umuman. Ya'ni bir necha $100 berib, o'zimizniki bo'lmagan gelik Mercedeslarda to'yga bormaganmiz. Oddiy mashinalarda ketganmiz. Yana boshqacha narsalar ham bo'lgan. Ya'ni to'yimizda biz sahnada turib olib, hammaga salom berib, turmaganmiz, qo'g'irchoqdek, boshdan oxirigacha o'ynaganmiz. To'g'ri ham qilgan ekanmiz, chunki mana yillar o'tdi va shu 7 yil deganda borgan to'yim bitta to'y bo'ldi. Shu u ham bo'lsa o'zim to'yim, shundan beri hech qaysi to'yga borganim yo'q. Yaxshi ham o'ynab qolgan ekanman. Tak. Hozir mayta o'tib oling. Bizda Koreyada mashinalar vobshe tiqilinch yuradi. Oddiygina to'y bo'lgan, lekin to'yda ota-onamizni qarzga botirmasdan, qo'limizda boriga mo'ljallab, ixchamgina to'y qilganimizdan hech qachon afsuslanmaymiz, naborot faxrlanamiz. Muhimi to'yni dabdabali, zo'r qilib o'tkazish emas. Muhimi baxtli, chiroyli oila qurish. Gaplarimdan agar yuringiz jiz etgan bo'lsa, menga podpiska qiling, obuna bo'ling, chunki boshqa postlarim ham sizga обязательно yoqishiga ishonaman. Ko'rishguncha.